bugun tushdan keyin dejurnilik navbati yana Matkeram Matqosimga keldi. U kameraga kirib, Shavkat bilan qisqili salomlashib qo'yibla karvatiga yon boshlandi. Va Uyg'ur klassik adabiyoti konspektini xola-xonimas varaqlashga boshladi. Imtihon yaqinlashib qolgan o'xshamamdi. So'radi Shavkat xotir daftaridan beshini ko'tarib. Ha, dedi Matkeram Matqosim konspektdan ko'z uzmay. Kelar haftaning 2 kuni Uyg'ur klassik adabiyotida imtihon olmoqchi. Hozir qaysi davrni o'tadi? Shavkat o'zi ichi qiziqib so'radi. Matkeram Matqosimmi dars o'qish toza xushyoqmayotgan vaqtda bundoq bir parangchining chiqqanligidan xushal bo'lgandek konspektni bir chetga tashlab qo'yib o'rnidan turdi. Zaliliy davra adabiyotini o'tyotidi. U chog'dagi atoqli shoirlarni ko'pkan. Xarqi demdo, Salohi demdo, Qarabati demdo ish qilib 10 nechiga boradigan asarlarimi bakli ko'p. Shundoq, bu 16-17 asr oralig'idagi xo'jalar bilan Jo'ng'orlar davrini ko'rsatdi. Dedi Shavkat xiyolchan holda. Bu davr haqiqatan murakkab, ko'p voqealar yuz bergan tezsiz davrdir. Bu chog'dagi Janubiy Shinjong johil xo'jalar tarafidan Oqtog'liq, Qoratog'liq deb ikki mazhabga bo'linib, o'zaro qonliq jidal mojaro tug'dirayotgan. Jo'ng'orlar uch-qashqar bulongchilik qilib, Jo'ng'oriyaga surgun qul ko'chirayotgan fojia o'chiqiga aylangan edi. Oppa xo'ja va uning avlodlarining chorakkan bir asrga yaqin hukmronlik qilishi, xalqni parokanda qiladigan urushlarni elib berishi natijasida tasavvuflik, saxt karomatchilik, avliyoparastlik hamma yerni qoplab ketgan. Taqvodorchilik asosidagi dinniy she'riyat va xushomadchilik asosidagi o'rda adabiyoti qonxo'r xo'jalar hokimiyati bilan uning dinniy aldamchiliklarini kuchab madhiyalab, adabiyot sohasini xiralashtirib o'tgan edi. Mana shundoq chidg'usiz, qalaymaqon ansiz sharoitda Xarqati, Zalili, Navbati, Harabati, Arshi qatorliq bir talay shoirlar el yurtning echinishliq taqdiriga nazar solib, xuddi buruqtumuluq ichida kishnigan tulpardek jaholat ustidan isyon ko'tarib chiqdi. Ular yurakda yozilgan sof va o'tkir misralari bilan xalqning nijotliq bo'lgan orzusini aks ettirdi. Ular o'zlarining safarnoma, muhabbatnoma va mehnatnoma, gul va bulbul qatorliq o'lmas asarlarda tarixiy haqiqat bilan ijtimoiy adolatni tashviq qildi. Va inson muhabbat bilan go'zallik, ulug'lik, yaxshilik, haqiqat ham adolatni o'xshamgan nuqtadan ko'rsatib berdi. Shu davr adabiyoti to'g'risidagi qisqa, meg'izliq bu so'zlar shu hamon Matkeram Matqosimning kallasiga o'rnab qoldi. U konspektni o'qibmi bunchalik yakunga ega bo'la olmagan edi. Lekin u turib yana ajablandi. Bu darsni so'zlaganda siz sinfda bo'lmasangiz, ajab obdan bilyapsiz-a? Dedi u hayronligini bosolmay. Shavkat kulib ketdi. Uning kulgisi qizg'in va samimiy edi. Bilim elishni sinf bilan cheklab qo'yg'ili bo'lmaydi, Matkeram Matqosim. Dedi u kulgisini to'xtatib ochiq ko'ngillik bilan. Mening Uyg'ur klassik adabiyotidagi dalmush temin o'rganib, tadqiq qilayotganimga 20 yildan oshdi. Men buni o'qish bitirish dissertatsiyasini yozish tayyorlik qilyaptim. Kutilmagan yerdan bu peshkanlikka yo'l qo'yib, planlarim ostin-ustin bo'lib ketdi. Shavkat chunqur bir ulug' kichiklanib so'zdan to'xtadi. Matkeram Matqosimmi xuddi uning ko'nglidagi ko'ni yarini tatilab qo'ygandek o'ng'aysiz bir holda jimlab o'tirib qoldi. Bir oz sukutdan keyin Shavkat so'zning temisini biraqli yo'tkab, o'zining kinoga berish istikini bildirish niyatida mundaq so'radi. Matkeram Matqosim, atrofdagi kinoxonlarda yangi kinolar qo'yilyapti. Qo'yilyapti. Dedi Matkeram Matqosim olmon-talmon. Yenimizdeki Cungu Sovyet dostluk cemiyeti kurgan yeni bir seher, ulug' garajdan 300 ming muqaddam, xatarlik agim, Cungu'nun daci ve onun atısı, partiya kızı, hem kuşlar kunga qarab uçmakta degan kinolar qo'yilyapti. Siz qaysini ko'rdingiz? Hammani ko'rdim. Ish qilib qo'rqim echib kesil kinoga berib vaqtimni o'tkazdim.
Sizga qaysi kino yaradi? Matkiram Matqosim ko'zini qisib, enkini silab biroz o'ylandi. Eliqi dedi u biroz o'tgandan keyin qo'li bilan bir narsani ko'rsatgandek ishora qilib. Eliqi Sovet ittifoqining xatarlik agim degan kinosi yaxshi ekan. Menga yaradi. Vaqaligi nihoyat oddiy-da. Radio stansiyasining bir ayol muxbiri yarim kechada xizmatga berish uchun yo'lga chiqadi ekan. Xatarlik bir agim bir joyga kelganda, orqasidan kelgan bir yuk mashinasini kuzib so'qib yetib, eg'ir yardar bo'ladi ekan. Şoför onundan butunlay xabarsiz bo'lg'ach ketaverdi ekan. Keyin bir injiner pikap bilan xatarlik agimdan o'tganda birisining yotganligini ko'rib pikapni to'xtatdi ekan. Qonga bilangan bir ayolni ko'rib, bo'ldilar, o'zimga falokat deb olmay deb mashinasini haydab ketdi ekan. Uning shaxsiyatchilik orqasida o'lik ayol muxbir vaqtida qutqizishga erisholmay o'lib ketdi ekan. Shuning bilan asar siyosati asta-asta qanot yeyib, har xil xarakterdagi odamlar maydoniga chiqadi ekan. Filmdagi hamma voqea osh xatarlik agimni ching tutqi qilib ishlangan. Muhim voqealikmi xatarlik agimda yuz bergan. Ras, yaxshi-kan, dedi Shavkat g'oyibona bir qiziqish bilan. Kinoning ismi-mo ma'nilik ekan. Demisimi har qanday yo'llarda xatarlik agim bo'ladi. Agar ehtiyot qilmasa, ot uloq, haru mashinalar bunda xatarlik agim bor joyga kelganda xeyim xatarga uchraydi. Menimcha har qanday odamning hayotidami xatarlik agimlar bo'ladi. Odammo xatarlik agimga duch kelganda o'ng'ayli biror ta'sirga uchraydi. Umuman kishilik hayot xatarlik agim har qanday kishining iddisini sinaydigan sanoq teshi bo'lib qolishi mumkin. Bundaq chaqda hech qanday yoshirin narsa bo'lmaydi. Hamma narsa oshkorlanadi. Shavkat bu so'zga yaqindan buyangi amaliy ta'siroti va ochiq saboqlarni yo'g'irib o'tgan edi. Matkiram Matqosim uningdan allaqanday bir narsalarni tushungandek beshini larzallanishib qo'ydi. Shavkat endi maqsadini ochiqni aytdi. Matkiram Matqosim, bugun meni oshkinolarning birarsiga olib kela olamsiz? Nima uchundir ichim siqilib turadi. Matkiram Matqosim ko'zlarini yo'g'on echib bir oz o'ylandi va darizdan sirtib qarab qo'yib, "Bo'pti, borsak borayli", dedi rozilik bildirib. "Lekin sen ta'xir qiling, saboqdoshlar kechlik takrorga kirib kelsin, onda mo'mayli." Ular ikkisi shundoq deyishib, dariza oldiga keldi va kechlik takrorga chelindigan qo'ng'iroqni anglash uchun quloqlarini ding tutib turishdi. Yo'ruq azodi sinfda kashlik takror ketib o'tadi. 30 ga yaqin o'quvchining ishi kayfiyati o'xshash emas edi. Ba'zilar atki darsning konspektlarini varaqlasa, ba'zilar roman o'qiydi. Ba'zilar she'r yozsa, ba'zilar 2-3 dan bo'lib olib, past ovozda nimanidir mulohaza qiladi. Texmi shundoq g'ovur ichida tatliq uyquga ketganlar bor edi. Dariz tarafga qo'yilgan partalarning o'ttirsida bir-biriga yonma-yon o'tirgan ikkisi ana shunday xiraman uyquga ketganlar edi. Uning birisi pakar bo'y, puti tashmaymoq bo'lg'achqa sal olchanlab mangadigan. Chechini so'l chekisidan ayirib, ikki tarafga yotqizib taraydigan, kim yetilsa orqasidan ketaveradigan to'g'ri mijoz soddiy yigit Saud edi. Saboqdoshlarining ba'zilari uni Saud pistak desa, yana ba'zilari Saud deb ataydi. Har ikkisimga u ko'nik edi. U hozir eshak terisidan kerilgan qo'pol bir dapni beshib qo'yib, atki dars uningdan keyingi imtihon deganlarini xayoliga keltirmay g'amsiz uyquga ketgan edi. Yana birisi egiz bo'y, yo'g'on ko'zlari lap-lap qaraydigan, qarmotoq, ko'ngilchak yigit edi. Uni saboqdoshlari umumyuzlik Helim G'ijak deb ataydi. U hozir g'ijigini dariz tagchisiga yo'lab qo'yib, yenik pushildiganicha uyquga ketgan edi.
Ularning ahvolidan qaraganda, ular yoki biror yerdagi to'y, bazma, o'tirishda bo'lishqa nag'makashlik qilib, shu yerdan hilila qaytib, udumli sinfga kelgan yoki amda rasa bir uxlab olib, takrordan keyin biror yerga berib, yarim kechagacha soz chelib, naqsh to'lab qo'rsoq maqmoqchi. Dal shu chog'da sinfga tuyuqsiz Havas baxti kirib keldi. Onun kirishi bilan baya qalaymaqan, ixtiyoriy yurgan o'quvchilar o'pir-to'pir bo'lib joy-joylariga berib o'tirdi. Kimdir birisi elim xijak bilan savut taqnini turtib uyg'otib etdi. Havas baxti qo'lni orqaga tutganicha gidiyib, u yoqdan bu yoqqa mangdi. O'quvchilar jimjit holda qo'lidagi konspekt, xotira va kitoblarni shivirlab o'qishga boshladi. Havas baxti sinfni bir oylanib chiqib, to'satdan tahdidlik bir talaffuzda mundaq dedi. Sizlarning sinfda iqimga qarshi turuvchi qahramonlar paydo bo'lib qopti. Qaltisqo. U birdamla og'zini yo'g'on etib, qiqindab, halolab kuldi. Uning bu kulkisida kimnidir kamsitib, masxir qilayotgandek bir xil ko'ramlik bor edi. U hammaylanga so'g'uq nazar bilan bir qo'ri qarab chiqib, orqadagi partada xuddi o'rib ko'tkidek mazmut o'tirgan Oqniyozga kelganda, chippida to'xtab ko'zlarini texini chekchaytib davom qildi. Siz, yo'ldosh Oqniyoz, haqiqatan o'zgu bo'lyapsiz. Baxtmi o'zgu bo'lib ketdingiz. Qandoq? Bugun peshingizni qiqib, challaqib chiqib ketamsizga? Bu so'zlarning zahardek ta'na va masfir ishkanligi ro'shan edi. Ovoz baxti bu yerda Oqniyozning o'tgan kuni ittifoq a'zolarining yig'indan 10 saboqdishini boshlab, yomg'ir ofatida qolganlarni qutqizish uchun chiqib ketganligini ayblayotdi. Zoyid bu ahvolni shu kuni kechda Ovoz baxtiga yetkazgan va yig'lig'idek bo'lib Oqniyoz ustidan dadxo'liq aytgan edi. Shu chog'da Havas baxti bir tarafdan uningga tasalli bersa, bir tarafdan Zoyid esingizda bo'lsin, turmush xuddi bayga etiq o'xshaydi. Baygiga tushish tomosha ko'rish uchun emas, balki raqibni yengish uchun deb uni quturatgan va bu masalani darhol fakultet ittifoq yacheyki nomidan maktab ittifoq komitetiga yozma material bilan yo'llagan edi. Bugun u yana o'zini tutib turolmay, butun o'quvchilarning oldida Oqniyozning raso bir haylisini o'rish uchun yomon alpozda sinfga kirgan edi. Siz Oqniyoz, shundoq bir jiddiy sinfiy kurash, shundoq bir cho'ng haq ko'rish oldida o'zingizni nada qo'ydingiz? deb so'zini davom qildi Havas baxti keskin savol so'roq bilan. Sizda siyosiy mavqe, sinfiy maydon degan narsalar bormi yo'qmi? Siz degan bir muncha kishilarni ofatdan qutqizdim deb bu jiddiy mas'uliyatdan osonlik qutulib ketmoqchimi? Undan o'ng'ay ish yo'q. Sizdan bu qilganingiz va ayni to'qni o'sruq bilan yapmoqchi bo'lgandeklar ahmoqona ish. U yana shunda qo'lini orqaga tutgan peti bir tarafdan og'zi besilmay so'zlab, bir tarafdan nihoyat salmoq qadam bilan putini qattiq besib Oqniyozning oldiga keldi. Va uning partisida echiqliq turgan o'zbekcha Sharq Yulduzi jurnalining yangi bir sonini ko'rib, texini chichangishib ketdi. Siz odam nima qilmoqchi? Kelar haq siyosatdan imtihon tursa, siz bu chet elning g'alati jurnalini varaqlab o'tiribsiz-ku. Oqniyoz, sizdagi burja tuyg'ulari bilinmasdan nom shuhratga, oxiri asta qaynoq siyosiy hayotdan chetnash kelib beryapti. Bu intayin xatarlikmi? Qani, men bir ko'rib boqay. Siz neksiyalardan xotir yozamsiz? Xotirlaringiz bormi? Oqniyoz erinchaklik bilan partiyadan bir daftarni chiqardi. Qarmoqqa buni daftar degani bo'lmaydi. Basma zavodning qiyinli qog'ozlarini qalin qilib tuplab olgan tori uzunchoq bir daftarcha edi. Yana kelib uningda bir emas, bir necha xil darsning qisqa so'zlar bilan yozilgan ixcham xotirasi bor edi. Havas baxti daftarchani qo'liga oldi va xuddi uningdan yergangandek ko'zdan ner tutib, u yer bu yerni varaqladi. Ham birdala asabiylik bilan varqirab ketdi. Tamam. Siz jamiyatga men bilan chiqib ketmoqchi. Mushundaq chuqurandi narsalar sizning boshidan olgan bilimingizning xotirasimi?
Aqniyaz adab bilan o'rnidan turdi va Muallim, olam cheksiz, bilishmi cheksiz? dedi o'zini tutgan holda. Daş özüm bir to'qay xotira va konspektlarni elib, jamiyatga chiqish bilan bizning bilishimizni tugidi degili bo'lmaydi. Bilimning eng cho'nqur, eng amaliy qismi texat jamiyatda. Men daş özüm bir sanduq daftar, konspekt emas, balki to'g'ri aql, yaxshi axloq va sog'lom badanni elib chiqib kelsam bo'ldi. Darvaqa Aqniyazning har qanday leksiyalardan o'ziga xos xotir qoldirish usuli bor edi. U dars vaqtida bosh ko'tarmay, so'zma-so'z, jumla xotira yozishni yaxshi ko'rmaydi. Balki o'qituvchilar leksiya so'zlaganda quloqlarini dam tutib, ixlos bilan anglaydi. Keyin o'qituvchining so'zlaganlarini mulohiza qilib, uning ichidagi javharlarni yig'atdi. Markaziy iddiasini xulosalab, oxirida ana shu chuprandi daftariga ixcham yezib oladi. U boshqa saboqdoshlariga nasihat berib, o'qituvchi nima desa shuni aynan ko'chirib yezib olishdan o'zi tipik dogmichilik. Hozir u ko'chirib yodlab bir ish qilasan, keyin jamiyatga chiqqanda qanday qilasan? U chaqda mosan o'qituvchini so'zlab beramdi, yozganda o'zingning kallasi bo'lish kerak deydi. Ovoz baxti Aqniyazning so'zidan mangdab qoldi. Bir narsa deyish uchun og'zini o'malladi-yu, lekin og'zidan gap chiqmay, lablari qiysib ketdi. Shu hamon uning kallasidan bu bakmi to'yg'un narsa, to'yg'un odam xavfli bo'ladi degan xayollar chaqmoq tezligida o'tib ketdi. U oxiri sal-pal o'zini besib, miyiqida kulib, zaharxandalik bilan bundoq dedi. Siz bakmi gapdan belarman ekansiz, Aqniyaz. Lekin uncha kerilib ketib ketma. Ish o'ziga chiqib olsa-mu, baribir egisdan past turadi. Oxirgi so'z Aqniyazning yigitlik g'ururiga qattiq tegdi. U kamsitilgandek, haqoratlangandek, cho'nqur xo'rlik his qildi. Endi u ko'z oldida gidiyib, o'zini bilmay turgan bu odamning qandoqdir o'qituvchilik izzat hurmati deganlarini bir chetga qayirib qo'yib, uchqirlik begizdek turilib, sizdek salobatlik saxt ishbaqarlardan o'ziga chiqib olgan vafodor ustunrak turdi deb beshiga kelganini ko'rmoqchi bo'lib turib edi, tuyuqsiz qo'ng'iroq chalib, kayfiyat o'zgardi. Sinib ichi o'pur-to'pur bo'lib ketdi. Ovoz baxti g'oliblardek maydisini kerib, tamanno ko'kis bilan hijib sinfdan chiqib ketdi. Aqniyaz alamdan bo'g'ilib, xuddi yildiziga o'rg'oq tekkan qiyoqdek lahsida o'ltirib qoldi. Anglayotganinglar Biliq To'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Zoyidning maktab ittifoq komitetiga yo'llagan materiali ularning xeyli diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Uning ustiga Havoz baxtining bu ishga bevosita qo'l tiqib, Aqniyazni siyosiy, axloqiy jihatdan qaralab ayiblashi bu yerda kuchli bir sado paydo qildi. Havoz baxti ittifoq komiteti sho'jisi bilan so'zlashganda nihoyat ustadlik bilan mundoq dedi. To'g'ri, Aqniyaz darsi yaxshi, she'r yozishda iqtidori bor, lekin uning siyosat bilan kori yo'q. Agar u mushundoq ketaversa, cho'ng-chatoq chiqmay qolmaydi. O'rgangan bilimini nega ishlatishni bilmay qoladi. Chatoq chiqdi. Buningdan keyin texmi cho'ng chiqishi mumkin. Ittifoq boshqacha materialni ko'rgansiz, Onun yozilganlarning hammasi pokit, amaliyat. Hozir u tex talbilishib, sinfda xuddi Pinxonovdek o'tiradigan, o'qituvchining izzat hurmati deganlarni santigim ilmaydigan bo'lib qopti. Agar uning vaqtida sagitib boshqalar qattiq ibrat qilmasa, nurg'un o'quvchilar uning yomon ta'siri bilan siyosiy, axloqiy jihatdan buzilib ketadi. Mana shunday material yo'llash, tushuntirish va ezib ichirishga o'xshash qatma-qat xizmatlar bilan ittifoq komiteti oxiri Aqniyazga ittifoqdan qo'g'lash jazosini berishni qaror qildi. Ular qarorni tayyorlab, mana e'lon qilamiz, ana e'lon qilamiz deb turgan vaqtda kutilmagan bir mo'jizalik ahvol yuz berdi. Urumchi Tianshan rayonlik partkom bilan xalq hukumati nomidan maktabga bir tashakkurnoma bilan bir duo lavha kelib qoldi. Tashakkurnomada Aqniyaz boshliq 14 o'quvchining yarim kun qaysarlik bilan elishib
Yağmur afetida qolgan 17 oila bilan 8 balani qutqizib olganlik vaqasi tafsili bayon qilinib, ularning bunda xolis fidokorlik ruhiga madiya o'qilgan. Rahmat tashakkur aytilgan edi. Chiroyli ishlangan qizil duxovli hadi bo'lsa, aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan tang yetilgan yaramli o'quvchilarni tarbiyalagan maktab rahbarligi taqdim degan saltanatli xatlar yozilgan edi. Bundaq ishga e'tibor buyumning tasaddubiy kelib qilishi maktab rahbarligi ichida cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Ular buni xalqning, jamiyatning o'zlariga bo'lgan yuksak bahosi, madhiyasi va qizg'in olqishi deb tushundi va o'zlari uchun bundaq cho'ng shon-sharaf elib kelgan Oqniyoz boshliq 14 o'quvchidan cho'nqur iftixorlik, minnatdorlik his qilishdi. Shu munosabat bilan maktab partkom shujisi adabiyot fakulteti rahbarligiga mazkur 14 o'quvchini cho'ng yig'in etib taqdirlash vazifasini topshirdi. Shunda qilib ittifoq komitetining Oqniyozga chora ko'rmoqchi bo'lgan haliqi atalmish qarori xuddi tog'dan toshqinlab tushgan ulug' suv o'z yo'lidagi hamma g'aldig'ashlarni tamom esqitib ketgandek shapsiz besilib qoldi. Hech kim uni qayta eg'izga erishga jur'at qila olmadi. Fakultetdagi taqdirlash yig'ini atfil echildi. Yig'inga butun o'qituvchilar bilan o'quvchilar to'liq qatnashdi. Hammalar xushal va qizg'in edi. Faqat ikki odam o'qituvchilar orasida chiroyini turishtirib, noxush o'tirgan havoz baxti bilan o'quvchilar o'tirisida salpiyib, xomush o'tirgan zoyitlar xafa va ruhsiz edi. Yig'inda Yoqub Kerimi Oqniyoz boshliq 14 o'quvchini hurmat bilan munbarga chiqardi. Mamnunlik bilan birma-bir tanishtirdi va ularga guldiras olqishlar ichida maktabning fakultetining rahmat tashakkurini aytdi. Oxirida barliq o'quvchilarga o'zining umid istikini bildirib mundoq dedi. Saboqdoshlar, har qanday bir odamning vujudida o'zining turmushini, hayot yo'lini nurlantirib turadigan bir g'oya, aqida bo'lishi lozim. G'oya, aqida yoshlarga nisbatan bo'lsin bo'ladigan, bo'lmasin bo'ladigan bezak emas, balki sizlarning vujudinglardagi ma'naviy turuk. Turuk bo'lmasa, uy imorat o'ri turmagandek, g'oyasiz, aqidasiz odammo kishilik hayot yo'lida nishonsiz ezib yuradi. Sizlar jamiyatga chiqqanda hozirgidan yuksak, jafoliq inqilob va qurilish vazifalariga duch kelasizlar. Bu holatlardan texmi ulug'vor g'oya, texmi mustahkam aqida, texmi mo'l fan madaniyat bilimlarining bo'lishini talab qiladi. Sizlarning eng qimmatli e'tibor yoshlik bahoringlarni o'rganishga, ahamiyatli ishlarga sarf qilishinglarni, g'oyalik, ma'nilik o'tkazishinglarni tilayman. Ham yoshlik bahoringlarning go'zal, parlaq bo'lishini umid qilaman. Yoqub Kerimi oldidagi stakandan bir yutum choy o'tlab turib edi, birisi tomdan tarish tushgandekla varqirab o'rnidan turdi. Pishti, ruxsatniki, bu yig'inga nima uchun oshlarda kelmaydi? Ular kelsin. Hammalar hayronlik bilan o'rnidan qo'zg'alib, so'zigichiga qaradi. U ko'zlarini mit qilmay parqirtib, yodigan, tatargan chiroyidan g'alat ifodalarni ko'rsatib turgan Turoq edi. Uning bu yig'inga qachon kirganligini hech kim bilmaydi. Yaqindan beri uning ruhiy kayfiyatida jiddiy o'zgarish bo'lib o'tdi. Gaplari chalangush, fikri xira edi. So'zlab ketib o'tib ozatdi. Bog'dan so'zlab o'tib toqqa ketib qoladi. O'ri ko'zlari hamish qizargan, elishonqi ko'rinadi. Burunqi bejirim jismimi barg'on siri zaiflashib, yuz to'maklari po'ltiyib chiqqan. Qonshirimo qing'roqdek tiklishib ketgan edi. Salay qashongning tili bilan aytganda, u hozir ishning qisqichida qolgan ovoqlardan bo'lib qolgan edi. Men oshlarda bu zakatni deb so'zini davom qildi Turoq palpat so'zlab. Ular men ochqanda qo'llab-atdi. Sayning shu fikrini yiqil qo'ymadi. Ular meni tamqimni yeb ketdi. Ular yig'iniga kelsin. Hammamiz tillaydi ularni. Ular menga bermay yeb ketdi. U shundoq dedi-da, xuddi bir narsadan cho'chib andekandek, bolalarning qisqiqdan orasidan olmon-talmon sug'urilib chiqib, qo'rqib etib ketdi. Voy, voy, oshxonaga borman. Non. Degenicha durjib zaldan chiqib ketdi.
yig'in maydoni bir g'azog'icha jimjit sukutga cho'mdi. Qizlar, qechinglar, turaqsaran kelyotidi. Ani kelyotidi, qechinglar. Ras, u kelyotdi. Olchanlab g'aliti yechib, g'o'du-g'o'dun dastlab kelyotdi. Bugun uning chashiri texni paxpaygan. Paxoldan tortib to'zaqqa yepishib, texni kirib maynatlashgan. Yuzini ola bulmash bo'yab, chet elning serik artistlaridan o'ta kulkilik bo'lib qolgan edi. Ras, u endi sarang bo'lib qolgan edi. Hozir uni hammaylan burunqi turaq to'shqan degan chiroyli tetik ismi o'rniga turaq sarang degan qo'pol echilishli qism bilan ataydi. U atdegandan kechgacha yotoq bilan tomoqxonaning orasida so'kuldab, qachonlardadir yodilib olgan bir she'rini ba'zida o'lib, ba'zida xira ovozda deklamatsiya qilib yuradi. Bir qarabli saq dema, men bir quruq iskelet. Tomirlarda qinim qatqan go'shlarim ko'ygan isit. Yiliklarim qurib ketdi, ustixanim bo'ldi qaq. Yurtimdan o'chdi yalqin, men demaklik yoshqa baq. Ba'zi kunlari u mana she'rni o'qib, jinnida o'tirib, ko'zlaridan mo'l-mo'l yosh to'katdi. Bunday chaqlarda uni ko'rgan savoqdoshlarining ichi seyrilib ketadi. U qo'rsqi ochgan hamon tomoqxonaga keladi. Oshpazlar bilan aytishatdi. Pashxonga do'ylab qo'ygan qo'noq nomusini, doshqozonda qaynayotgan o'march yoki suyqashlarni ko'rib, o'zini tuta olmay qozon beshiga kirish uchun aytiladi. Oshpazlar kirgizmasa, og'ziga kelgan gap bilan tillaydi. Oxiri ularning birarisi uzun sapliq chumushni ko'tarib chiqqanda yana amalsiz yiroqqa qochadi va tomoqxonaning atrofida pirqirab, say shupiklar orasida tashlanib qolgan parch-purak, savda, yangi qizilchilarni izlab tepib, shu petiliq qasab kasil tutib yeb ketadi. U ba'zida qizlarni qo'zmaydi, lekin qo'pollik qilmaydi. Balki ularni oldin to'sib, "Ma'non beringlar, non bersanglar suyib qo'yman" deydi dehay. Shunga qizlar uning o'zlariga qarab kelayotganligini ko'rgan hamon uning tanzilik bilan quchoqni berishidan qo'rqib qochadi. Lekin yanchuqlarda biror tol kamput yoki pechenlar bo'lsa, yaqin kelmay tashlab beradi. Ishqilib, u anchalik qaddiy, g'ojir saranglardan emas edi. Do'stlarni, savoqdoshlarini to'niydi. Ular gap qilsa, yavaşlik bilan anglaydi. Lekin qo'rsaqqa kelganda uni ajoyib bir qudratli ilohiy kuch o'z iskanjisida qattiq boshqarib kelyotadi. Turaqning saranglik ish izlari ko'paygan sari fakultet rahbarligi bu masalani qandoq bir taraf qilish ustida boshqa turdi. Tunidan etilgan o'qituvchilar yig'indimi bu masala o'zligidan o'ttirg'i tushdi. Yig'indi yana shu havoz baxti hech kimnikiga o'xshamaydigan alohida bir fikrni o'ttirg'i qo'yib, birmuncha g'o'l-g'o'li paydo qildi. "Men Turaqning haqiqiy sarang bo'lib qolganligiga ishonmayman", dedi u. "Uning kallos erishib, ruhiy jihat sarang bo'lib qoldi degandan ko'ra, jahon sarangi degan tuzuk. Acaba bizning talay ajdodlarimiz 25 ming yo'llik uzun safardek shundoq azobli, mushkul inqilob sharoitidami ocharchilikdan sarang bo'lib qolmagan. Endi kelib shundoq baxtli davrda, kichkina vaqtda qiyinchilik sharoitda sap-saq bir yosh sarang bo'lib qolamdi. O sarang emas. O shundoq qiyofatga kirib olib, hozirgi vaziyatga norozilik bildirmoqchi. Uning g'arzi intoyin yomon. Biz bu ishni tekshirib, haqdodiga yetkazib, uni vaziyat hozirgi vaziyat tarbiyasi uchun jonliq darslik qilishimiz kerak." Bu fikr kishilarning tasavvuridan halqib ketgachda, ba'zilar ongtang bo'lib, ba'zilar damonliq tegi yetolmay kusur bilan o'ltirib qoldi. Bunga qarshi birinchi fikrni yana Salim muallim o'ttirg'i qo'ydi. "Meningcha yo'ldosh ovoz baxtining fikrini siyosiy sadgurlikning chekidan eshib ketganligi deb tushunishga bo'ladi.
Darvaqa urush yillarida bizning ajdodlarimiz o'z vatani va o'z sinfining hayotlik uchun ocharchilik ichida zo'r qurbonlarni bergan. Bu albatta shu chaqda yashagan xalqning tarixning yuklangan mas'uliyati. Lekin normal tinchlik sharoitda odam jismoniyatining hamon cheki bo'ladi. Haddidan ortiq charchash, yerim och, yerim to'q turmush va tinchsiz, qisqa turalg'i joy kishilarni osonlik g'amkin, irodasiz tushkun qilib qo'ydi. Bundaq sharoitda ba'zilarning sapdan tushib qolishi, ba'zilarning turoq o'xshash sarong bo'lib qolishi ajablanarli ish emas. Hozirgi jamiyatda zamon tez taraqqiy qilyapti. Raqobat jiddiy, a'lolari o'sib, nacharlari tushib qoladigan bir yangi jamiyat bo'lyapti. Hamas baxti o'tirolmay qoldi. Salim apandining so'zi tugamayla chalva qap ketdi. Bundaq deyish inqilobiy an'ana bilan inqilobiy ruhni chetga qoqqanlik. İnqilobiy an'ana bilan inqilobiy ruh eg'izga aylanmasa, jamiyatdagi maktabdagi nurg'un ishlarni tushuntirguli bo'lmaydi. Men yana o'z fikrimda turaman. Turoqning ishi yakkiga ish emas, balki u bir turkum yomon odamlarning hozirgi vaziyatga norozilik bildirayotganligining tipik inkosi. Onun hamisha o'qiydigan hiylat she'ri, ayrim yerlarda qiladigan gap so'zlari, ham doktorning o'tgangi diagnozi mening fikrimning rostligini ifodalaydi. Bir necha o'qituvchilar sabrsizlik bilan varqirishib ketishdi. Turoqning sarang yoki sarang emasligini tanishning nima hojati? To'g'ri, hozirgi tibbiy fan shuni ayriolmaydi. Sarang bo'lmay nima u? Qatqizil sarang. Hay, haqorat bo'lib qoldi. Amsi nima deymiz? Elishib qopti deydi. Habballi, uni qanday qilamiz? Yurtga ketkizib etaylik. Hey, yo'q, davolatayli. Yig'in xeyli vaqtgacha ana shundoq erkin, kang tashab fikrlash orqali turoqni yana bir qatim tekshirtish. Oxirgi qarorni doktorlarning fikriga qarab chiqarish yakuni bilan oxirlashdi. Shu yig'indan 3 kun keyin o'quvchilar orasida turoq sarangni yurtga qaytirib yetadigan degan gap so'z ko'payib qoldi. Shu munosabat bilan uning yurtdoshlari, sinfdoshlari, yotoqdoshlari uning bilan ko'proq belli bo'lib paranglashadigan. Uning bilan belli o'tgan ko'ngillik, qo'lliq kunlarini eslashadigan bo'lib qoldi. Bo'libmi buning ichida uning bilan 3 yil bir yotoqda yotgan G'oyit Mayit uningdan ayrilishga ko'zi qiymagandek g'amkin, xomush bo'lib qoldi. Uning ko'z oldidan saboqdoshlik, mehr-muhabbatga to'lgan bir talay aslama. Xotirlar xuddi tunugun yoki bugun bo'lgandek shundoq aniq ham tafsiliy o'tishga boshladi. Buning ichidagi ajoyib bir voqea mangu uning esidan chiqmaydi. Bu yilni 2-oyning boshlaridagi so'quq. Jimjit bir kechada turoq o'ndarib uyg'onib ketdi. Uning varqirishdan G'oyit Mayitmi uyg'ondi. Uyg'otibdimi, adosh? Dedi turoq xijil bo'lgandek va yotganni yelkasiga tashlab, badashqon qurib o'tirdi. Taza bir chekishib olmaylimi? Qo'rsaqning ochqa yeriga bosib. G'oyit Mayit tagiga jayniklab o'ri bo'ldi. Ularni darizdan o'dil tushib turgan aynur yo'ritib turadi. Turoq tamaki xaltasini yanchiqini qiqishtirib yurib, boshmoqtaqdek yo'g'on bir tamaki o'radi. Qayerdandir 2-3 tal yeshil gungurtlik saranga telini topdi. Uni dastlab kayishining chamiga, keyin karvatining yog'ichiga surkab yurib, ta'sisni yoqdi. Tamakisini tutashtirib orqa-orqadan bir nechini qattiq sho'rida yo'tilib qiqilib ketdi. Endi sen birini sho'rg'ana adosh, otdan tushgandek yer ekan, dedi u tamakini G'oyit Mayit uzatib. Baya ajab vaqirab ketding turoq, dedi G'oyit Mayit achchiq qonsiq tamakini huzur bilan sho'rg'ash. Shunda biror jonim tashlab ketmagandi-ku, ha? Janon. Turoq kulib qo'ydi. Bu kunlarda janon xiyolingga kiramdi. O'ng'ongdimi? Shundimi o'ylaydigining, ko'radigining non avliyo bilan osh payg'ambar adosh. Bayimi shu, shunda oldimga birligan bat bo'lib ketdi degana.
Atla, özün yalğız eydama? Dedi Gayip, lekkili beşini götürüp. Meni nimiş qo'ygatmiding? Ras, sen o'yg'atsan bo'ptikan. Balkim ishkimiz eliq maxluqdan kelib polon tartib olarkanmiz. Nima? Yeyamidingmi? Bir tartib oldimi? Xuddi reallikda bo'layotgan ishlardek o'zini unutgan holda o'liq surdi Gayip. Ha, yo'g'on guzlik bir narsa qolimi, tugimi, ish qilib cho'chaklardagi yalmovuzdek bir narsa nadimdir paydo bo'ldi degina. Men oshqa qo'l uzatqicha legandik polon ishchi yalmoqni tugatdi. Hey, dag'di qo'ydi kasofat. Turaqning og'ziga seriq suv yig'ilib ketdi. İşte içilib qo'rsaqlari tartishgandek bo'ldi. Tushdiganmi qilsak, odam ketib nimani o'ylab yotsa, shuni tushaydi ekan. Shu kunlarda Turaqning tushiga rostala oshnondan boshqa hech narsa kirmaydi. Tushishni tushaydi, lekin uning biror qitimli tomoqqa eg'izi tegmaydi. Yeyish uchun tayyorlanayotgan vaqtda xuddi it to'shqonga yetganda segiz kapti degandek, heliqi mingizlik maxluqotlardan birarisi kelib yeb qochadi yoki bo'ron chiqib uchirib ketadi. Shuning bilan ancha-muncha ochgan qo'rsqi texmi qattiq ichib, uyqusini harom qiladi. Endi uxlay olmaymiz, adash, dedi Turaq og'izdagi seriq suvni g'urt-g'urt yutib turib. Ben sana bir hikoya so'zlab beray. Qaysi bir davlatning katta podshohi bir kuni vazir bilan shaxmat o'ynabdi. Vaziri o'yin oraliqida podshoh shundoq debdi: "Keramlik shohim, bishoratlardan ma'lum bo'ldiki, davlatimizda qattiq qahatchilik yuz berib, xalqning beshiga ocharchilik olib tushadiganday turdi." Podshoh o'yinga qiziqib ketib, dastlab bu so'zga erishmabdi. Keyin tasoddifiy xiyoliga kelib qilib, kechich qahatchilik, ocharchilik ustida o'ylabdi va yerim kechada uyg'onib ketib, qo'rsqining qattiq ochqanligini bilibdi. Qancha qilibmi nafsini bosolmay, oxir oshpazlarni uyg'otib, tomoq yetkazib yapti. Mana ko'rdingmi, giritmirat. Hech qachon qo'rsaqni o'ylamaydigan podshohning qahatchilik, ocharchilik degan gaplarni anglab qo'rsqi echib ketibdi. Shuningga qaraganda, qahatchilik vaqtlarda odamning qo'rsqi alayida ochishi kerak. Hozir seningmi ochdimi? Gayip mayit o'zidagi ochliq tuyg'usini besish uchun uningdan so'radi. Ochdimi deysan-ku? dedi Turaq va bo'ynini so'zib derazadan osmonga qaradi. Taniq osmonda yo'p-yo'riq oy bilan oqish bulutlar larzani uzib yuradi. U derazadan o'diliga kelib qolgan oq paxtadek yo'g'on bir parcha bulutni ko'rsatib davom qildi. Agar Xudo rost bo'lsa, hozir bir mo'jiza yaratib, osh bulutni yo'g'on bir nonga aylantirib bersa, ikki qo'llab tutib, qasab bir yeb to'ysam, andin Xudo jinimni elib ketsin-u, rozi edim. Men deydigansan, Turaq, dedi Gayip mayit karavotdan putini sangilib o'tirib. Undaq gaplarni oz qil. Odam kashki shu gap shu xiyolda yursa, texmi azoblanib ketadi ekan. Sening hali qishing qatnashdimi? Qaysi ishni deysan? Doktorga ko'rinib, nurni ko'paytirish uchun. Hali qishni-da. O'tganda kimdir birisi Turaqqa rostmi yoki qiziqchilik qilibmi yoki qasddan uni ahmoq qilish uchunmidi, aytavur doktorga berib qo'rsqimni qurit bar desang, normalni ko'paytib beradi degan edi. Badir, xeyli cho'ng doktor bilan ko'rishdim degina, lekin atlashmadi. Doktor nima deydi-da? Avval qo'rsqimda quritni tekshiramiz. To'ti qurti bo'lsa bo'lmaydi. Kalti madda qurti bo'lsin bo'lmaydi. Uzun yaproq madda qurti bo'lish kerak. Shundoq bo'lib qolsa, qurtning uzun qisqaligiga qarab 1,5 jingdan 3 jinggacha nurni qo'shib beramiz da'vatidi. Angladingmi? Undaq degicha qo'rsqonda lahang yoki aydo bo'lish kerak, desku o'qis burishlar.
Ular aşındaq özünü vaqtni aldaydigan paranlar bilan tong atqanını to'ymay qilishdi. Tong shapqining haroratsiz suzuk holrang nuri darizdan bosib kirib yotoqni yo'ritaverdi. Shu suhbatdan 3 kun keyingi jimjit yerim kechida Turoq yana o'ndarib uyg'onib ketdi. Uyg'onib ochliq vahimasini sezdi. Ochliq uning yurak bag'rini qarmab tortayotgandek, texim ochiq suvni chiqarish uchun to'lg'ab siqayotgandek azoblanardi. Bugun uning ruhiy kayfiyatimi boshqacha edi. O'z jismidan aql idrokidan sirtib turayotgan g'ayri bir ilohiy kuch uni boshqarayotgandek qiladi. U xuddi bir komanda bergandek lekkida o'rnidan turdi. Qorong'ida tantirmay eshikni ochdi va yalang'idoq, yalangboshdoq ko'sar bilan maykadan boshqa hech narsa yo'q holda sirtga chiqdi. Texi yengini yoqqan yupqa seriq qor bilan butun jahon ko'mishdek yaltirab ketgan edi. U bo'zminga oq shoydek tashi yeyilib yotgan ana shu ussiz yumshoq qor ustida salmoq izlarini qoldirib, baayni zarur ishi bor odamdek tez-tez yurib ketdi. Cho'ng yo'lga chiqqanda bo'lsa, yugurishga boshladi. Yo'lda odam tugul, mashinalarning oyog'i uzilgan edi. Anda-sanda uchrab turadigan yo'l yoqasidagi osma chiroqlar baayni kesal odamning ko'zidek xira pildirlab turardi. Havo shunchalik ochiqla sap ediki, ko'kda yaltirab turgan yulduzlar bilan yerda kiyimsiz, yakkigan holda yugurib ketayotgan oji odam o'ttirsida zarichin g'ubor yo'q edi. Qirov tushgandek yaltirab turgan dal-daraxt, gul-giyohlarning yaproq barganlaridan oxirgi seriq qorning sof va sovuq kelardi. Temperatura yanala noldan tuvan bo'lg'achqa, yalang'och badan tugul chopon kiygan odamning gajgisi qo'riladi. Turoq qalsirab o'rmida bir xil tezlikda yugurib ketyapti. Uning nishoni aniq edi. U bugungi tushidimi tomoq ko'rdi. Yana yeyolmadi. Alamda g'azabdan yerilay deb turganda tibbiy universitetga to'liq o'tirdi billa o'qigan saboqdoshlari uni chaqirgandek qildi. Uyg'onib ketgandan keyin ularning qo'l ishoratini ko'rgandek, ovozini anglagandek bo'ldi. Ular uni o'tgan haftadan yotqida uylaridan akelgan mayliq to'qash, quritilgan go'shtlar bilan obdan mehmon qilgan edi. Hozir Turoqning ko'z oldida shu narsalarning ko'langisi, og'zida shu narsalarning ta'mi bor edi. Shu u kechini, qo'rqishni, so'g'uqni va charchashni sezmay yotdi. Qallasida birli xiyol. Tibbiy universitetga qancha tez borsam shuncha yaxshi. Saboqdoshlarimni tepib qo'rsqimni to'yg'izaman, deydigan birli xiyol hukmron edi. Bu xiyol uni hozir aqlidan ozdirib, o'tqimi, so'g'imi kirishga tayyor turgan qo'rqinchli bir talviga aylantirib qo'ygan edi. Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.